Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana yangi ishchilarimiz yangi obyekt oldik. Shu yerga MDF patolog qoqib berishimiz kerak. MDF patologni qoqsak, ko'rinishni yana syomka jarayonida ko'rsataman. Mana MDF patologimizning ko'rinishi mana shunday holatga keldi. Patologimizdan bitti. Mana shunday ko'rinishga keldi. Remont ishlari qo'lyapti. Remont ishlarini ham tugatib bo'lsak, yana video joylashtiramiz. Mana shunday ko'rinishga keldi. Mana shu joylarga endi patolog qoqib berdik.